Toshkentda haqiqiy Bali paydo bo'ldi. Odamlar yangi tropik plyajga oqib kelmoqda. Gap shundaki, poytaxtdagi yangi plyaj zonasi qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Oppoq qum, moviy suv, zamonaviy dam olish hududlari va tropik kurort atmosferasi sabab ko'pchilik bu joyni Toshkentdagi Bali deb atamoqda. Narxlar 4 soat uchun ish kunlarida 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va pensionerlar uchun 120 ming so'm, kattalar uchun esa 160 ming so'm. Dam olish kunlari 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va pensionerlar uchun 160 ming so'm, kattalar uchun esa 200 ming so'm. Ish vaqti har kuni 10:00 dan 22:00 gacha. Manzar Yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan. Bu yerga kelgan odam o'zini shahar markazida emas, xuddi dengiz bo'yidagi qimmat resortda yurgandek his qiladi. Ayniqsa kechki payt atmosfera yanada chiroyli ko'rinadi. Palma uslubidagi dekoratsiyalar, yorug'lik va fotozonalar dam oluvchilarni o'ziga tortmoqda. Yangi maskan do'stlar bilan yozga hordiq chiqarish, oila bilan vaqt o'tkazish yoki shunchaki issiq havodan qochib, suv bo'yida dam olish uchun mos joylardan biri bo'lishi mumkin. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha bu joy haqiqatan ham Toshkentdagi eng zo'r yozgi maskanlardan biriga aylanishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.